Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa sizlarni vaqtingizni olmaslik uchun ushbu dasturimizni darhol boshlayman. Demak, dastlabki texnikamiz Isuzu manipulyator 2008-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, hujjatlari ham joyida, mashina ishga tayyor holatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, narxi $35,000 aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Ikkinchi texnikamiz esa Isuzu Vadovoz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, avtobusdan yig'ilgan deyapti. Holati yaxshi, motor korobkalari ham zo'r. Mashinaning hech qanday xarajati yo'q. Olasiz, darhol ishga chiqishingiz mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Samarqand viloyati. Narxi esa 270 million so'm aytilish narxi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Isuzu Vadovoz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 450 ming kilometr, kabina shumka bo'lgan, yo'nks 7 tonnalik, motor esa yaqinda remont qilingan, korobka esa hali ochilmagan, zadimoslarda esa shum yo'q. Hamda ushbu mashina variantga ham beriladi. Narxi $21,000 kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Demak, navbatda Samasval Isuzu avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 154 ming kilometr deyapti. Holati zo'r, zavodskoy Samasval deb ma'lumot qoldirishgan, holati yaxshi. Narxi $35,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, 16 klapanlik, Euro 3 dvigatellik, kuzovlari Samasval, motor korobkalari zo'r. Mashina ishga tayyor, xarajati yo'q, hujjatlar ham joyida. Narxi $29,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Gazel biznes sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, hujjatlar joyida, mashinaning hech qanday xarajati yo'q. Motor esa yaqindagina noldan kapitalni remont qilingan deb ma'lumot qoldirishgan. 4 ta 60 talik metan gazlari ham bor. Mashina ishga tayyor, narxi $15,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa Isuzu avtomashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 480 ming kilometr, holati a'lo darajada, balonlari yangi, hamma narsasi radnoy holatda turibdi deb ma'lumot qoldirishgan, hujjatlar ham joyida. Manzil Buxoro viloyati, narxi esa $65,000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, hujjatlari joyida, kuzov 40 kubalik, balonlar 70% atrofida. Qolgan ma'lumotlar esa telefon orqali, narxi esa $60,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 600 ming kilometr deyapti. Holati yaxshi. 4 ta baloni 100% yangi, 2 ta balon esa 70% atrofida, kuzovni kubasi esa 40 kubalik deyapti. Narxi 580 million so'm aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Sirdaryo viloyati. Navbatda esa yana bir Isuzu avtomashinamiz ishlab chiqarilgan, yilni yozib yuborishmagan, holati yaxshi, hujjatlari bor, motor korobka hadovoylari ham zo'r deb ma'lumot qoldirishgan. Qolgan ma'lumotlarni esa albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan olishingiz mumkin. Narxi esa $27,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatdagi Isuzu avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka zadimoslar Senji, hali ochilmagan, konditsionerlari ham bor, balonlari ham yangi, kuzov 27 kubalik, hujjatlari joyida. Narxi $27,000 kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda esa Zil 130 Samasval texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. Mashinani o'zimiz uchun yig'ganmiz, ammo pul zararligi uchun sotmoqchimiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $11,000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Zil 130 Vadovoz texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazlari ham bor, holati yaxshi, xarajati yo'q, ishga tayyor holatda. Narxi 145 million so'm aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Zil sotiladi. 1989-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor yangi bosilgan deyapti. Konditsionerlar ham qo'yilgan, hadovoylari yaxshi, ramalari butun, 7 ta metan gazlari bor. Balonlari 50-60% atrofida, holati yaxshi. Narxi esa $8,500 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa yana bir Zil sotiladi. 1989-yilda ishlab chiqarilgan, bir qo'l minilgan mashina deyapti. Motor korobka yaxshi, motor Ural motordan, o'zi ag'darada, tormozdor sistema KAMAZniki, silindr ham KAMAZniki, holati yaxshi, narxi $13,000 kamaytirib beriladi. Manzil esa Sirdaryo viloyati.
Demak, navbatda yana bir samosval zil 1991-yilda ishlab chiqarilgan, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q, ballonlari ham yaxshi, motor korobkalari ham yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan, salonlari esa ko'jalik. Narxi 100 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi, manzili esa Xorazm viloyati. Demak, navbatda yana bir zil 130 markali texnikamiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ballonlar 60% atrofida, ikkitasi esa 100% yangi deb ma'lumot qoldirishgan. Mashina kapitan remont qilingan, xarajati yo'q. Demak, narxi 90 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi, manzili esa Xorazm viloyatidan ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bugungi dasturimizning texnikalar shulardan iborat edi. Albatta videoga like tugmasini bosib ketishni unutmang. Shunday qilayotgan mehnatimizni natijasini sezishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha xayrlashamiz, salomat bo'ling.